Xitoy eksportni to'xtatdi. Bo'ldi, mashinalarni 2026-yil 1-yanvardan 180 kunsiz chiqara olmas ekan. Bo'ldi, eksport to'xtadi degan videolarni ko'ryapman-da. To'g'risi, ani odamlarning emotsiyasidan, shu gapiga o'zi ishonayotganidan men o'zim ham ishonib qolman shu videolarga. Xitoy Ministerstvo kommersiya chiqargan qoidani o'qib chiqdim. U yerda ishlab chiqaruvchi eksportni 180 kundan keyin qilish kerak degan narsa yo'q. U qonunda aytilyaptiki, yangi mashinani BU qilib sotayotgan eksportyorlarni kontrolga olish to'g'risidagi gap ketyapti u yerda. Ya'ni Xitoy o'zini ichki tartibini to'g'rilab olmoqchi. Yangi mashinalarni BU qilib sotaverishgan, o'shani cheklayapti endi. Ya'ni 180 kunga yetmagan yangi mashinani olib sotar, endi zavodning ruxsati bilan, servisning garantiyasi bilan va eksport qilayotgan joyida o'sha davlatda servisning sentrlari bormi? Va shunga o'xshagan hujjatlarni talab qiladi endi. Более жёсткийлashadi bu narsa. Bu degani ishlab chiqaruvchi eksportiga cheklov degani emas. Xitoy o'zida avto eksportiga kvotalar bor. Kvota degani bu cheklov. Men o'zim yurist emasman, lekin men moliyachi va tadbirkorman. O'zimni kompetensiyamdan kelib chiqib ayta olmayman. Bu yerda nima unaqa cheklov qo'yilyapti degan savolga ishlab chiqaruvchilar avtomobilni faqat eksportga sotsa, ichki bozorda narxlar o'sib ketmasligini oldini olish uchun balans qilgan. Xalqni o'ylayapti bu yerda Xitoy. Va undan tashqari agressivniy dempinglar bor, moliya anaqa terminlari. Ya'ni qaysidir davlatda mahalliy ishlab chiqaruvchisi bo'lsa, Xitoy o'tdi agressiv sotuv bilan u mahalliy ishlab chiqaruvchini sodasini o'ldirsa, u korxona bankrot bo'ladi va o'tdagi ishlayotgan odamlar ham ishsiz qoladi. Bu narsa norozichiliklarga olib keladi, sudebniy protsessga olib keladi. U Xitoy xohlamaydi u narsani. Keyin Xitoy o'zida ham NDS degan tema bor. Bu ishlab chiqaruvchi eksport qilganda bu soliqdan ozod, lekin olib sotar ozod emas. Olib sotar bu yerda pulga tushyapti. Bundan tashqari Xitoyda yana eksportga cheklov bor. U ham qaysidir davlatlarga amal qiladi, qaysidir davlatlarga amal qilmaydi. Bu yangi chiqqan texnologiyalarni himoyalash cheklovi. Cheklov qilingan davlatda yangi chiqayotgan innovatsion texnologiya agar avtomobilga qo'llangan bo'lsa, bu o'sha texnologiyani himoyalash uchun qilinadi. O'sha davlatda uni ko'chirib olmaslik uchun, o'rganib olmaslik uchun qilinadigan cheklovlari ham bor. Bu qonun nima deyapti? Bu qonun yengini yangi deb sotyapti, eskini eski deb sotyapti. Bo'ldi. Bu yerda boshqa siyosat yo'q, boshqa davlatlarga biz mashina bermaymiz degan siyosat yo'q, eksportni to'xtatamiz degan siyosat yo'q bu yerda.